Mahallani obodonchiligiga qarash. Ayya, menga qo'yag'im. Assalomu alaykum rais bor. Ona aytib qo'y 2006lar. Sumalak qilishyapsanlar ekan, o'tib qatorda meni cheraklarimni kesishadigan bo'lsang, pilampeyadan sakrab uraman. Bo'ldi, xo'p bo'ladi rais bor. Ole. Makkan jo'ra. Nima deysan? Indirjit, futbolni qayerda ko'ramiz? Qanaqa futbol? Bugun O'zbekiston o'ynaydi. Senda bir vatan shukuhi bormi? Bir vatanni his qiladigan qalbing bormi? Yoki bedapayami qalbing? Bu his qilish kerak-ku. Adoyim bo'lganmi seni O'zbekiston deganda bunday jullaring tikka bo'ladimi? Bir his qilasanmi O'zbekistonni, o'yinini ko'rasanmi? Men sen bilanchi Abduqodir to'yidachi Xo'lindga nos chektirmoqchi edim. Endi ko'rasan sen. Sendaqa mahallada haydab boraman. Qanaqa futbol? Qizim boshlandi-yu. Hurmatli hamqishloqlar, og'izacharga uqalanmasdan Sariqbola pizzadan zakaz qilinglar. 119 mingga Ramazon seti 4 kishi bemalol kelib to'yadigan 1 2 3 Hala Madrid deb nomlangan pizzalar, ichida 2 ta suvimiz hamda 2 ta xurmoyimiz hamda 1,5 litrlik kolamiz bor. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bugun futbol. Bu mahalladagilarga aytdim men, kishi boshiga pul yig'aylik. Mejikda oldi turib, open byudjetga ovoz berib, mahallani asfalt qilaylik dedim. Nima dedi? O'zimiz ovoz beramiz, o'zimiz ovoz. Qo'yaq ovozini ham yiqqan yo'q. Yashamaylik ekanda.